Assalomu alaykum hammaga. Ismim Jahongir, barberman. Bu yer esa mening ishxonam Usta Barber Shop. Usta Barber Shop proyekti 2019-yil boshlangan. 2024-yilning yanvar oyidan boshlab aynan shu lokatsiyada mijozlarni qabul qiladi. Hozirda 3 kishilik umumiy zal, 1 kishilik alohida kabinamiz bor. Ish vaqtimiz ertalabki soat 10 dan kechki soat 10 gacha mijozlarni qabul qilamiz. Manzilimiz esa Janubiy Koreya, Daegu Kyongsan shahrida joylashgan. Mijozlar uchun qo'ldan kelgancha yaxshi sharoitlarni qilganmiz. Chiroyli dekorativniy zal, kutib o'tirish vaqtida mutolaa uchun kitoblar, bepul stullar, hamma sharoitlar mavjud inshaalloh. Janubiy Koreyada yashayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonga ketishdan oldin va shu yerda yurish vaqtida boshqa shaharlarda bo'lasizmi? Albatta bir marta bo'lsa ham kelib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Chiroyli xizmat, chiroyli servis bilan kutib qolamiz. Video havolasida pastida manzilimiz, telefon raqamlarimiz hammasi bor va ijtimoiy tarmoq linklarimiz ham bor. Ijtimoiy tarmoqlarimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan buyog'iga Alloh nasib qilsa, soch parvarishi, qanday shampun tanlash kerak, murskoy parfumeriya, shunga o'xshash juda ham foydali ma'lumotlarni video ko'rinishida qo'yib boramiz. Manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Hammalarni kutib qolamiz. Albatta kelinglar, hurmat bilan Usta Barber Shop jamoasi. Sog' bo'linglar.